Bugun sohasini ustasi bo'lgan endokrinolog Bulasal Ismailova bilan birgalikda qandli diabetlar, bizani muvozanatga soqtiradigan gormonlar haqida va ozish haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz. Bulasal opa, o'zingiz ozgina gapirib bersangiz sohangiz haqida. Assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. Men Ismailova Bulasal Anvarna, endokrinologman va odamlarni ozdirish bilan ham shug'ullanaman. Hozirgi kunda ko'proq praktikada ko'proq uchraydigan, odamlarni qiynaydigan, uy sharoitida o'ziga savoliga javob ola oladigan mavzular haqida gaplashsak, menimcha hammaga manfaatli bo'lardi. Xudo xolasa. Bo'lmasa sekin savollarga o'tiramiz. Birinchi savolimiz insulin rezistentligi. Faqat semizlik muammosimi bu? Insulin rezistentlik hozir juda ham keng tarqalgan mavzu. Insulin rezistentlik bu to'qimalarni, hujayralarni insulinga bo'lgan sezuvchanligini pasayishi aslida. Asosan ba'zi katta odamlarda uchraydi. Eshidan kirib kelganda masalan, misol uchun pasiyent qorinda belaylanasiz, ayollarda 80 dan yaqin balandmi, santimetrdan, erkaklarda 90 dan balandmi, sразу biz insulin rezistentlik borligini taxmin qilamiz va buni tekshirib ham o'tirmaymiz. Biz o'zimizda miyamizda kartina ketadi. Lekin ozg'in ayollarimizda ham insulin rezistentlik bo'lishi mumkin. O'zlarini ortiqcha vazndan shikoyatlar bo'lmaydi, lekin tekshirganimizda, suhbat o'tkazganimizda shirinliklarga o'chligingiz bormi, tez charchaysizmi, holsizligingiz bormi deb so'raganimizda ha deb ketaveradi. Biz endi miyamizda kartina hosil qilib, ularni insulin rezistentlikka tekshiramiz. Bu bizga nima beradi? Insulin rezistentligi bor odam tez orada ozg'in bo'lsa agar semirib ketish xavfi oshadi. O'shani biz oldini olib qolishimiz kerak, chunki kelganda bemor hamma shikoyatidan kelib chiqmas, uni holatini baholay olishimiz kerak. U masalan vrachga bugun kelsa, shu bilan 1 yildan keyin kelar, balki 5 yildan keyin kelar. Unda mana kartina bo'lish kerak-da, 1 yildan keyin ahvoli nima bo'ladi. Shuni bilish uchun diagnostikada bu oldini olib tushuntirish ishlarini olib borishimiz kerak. Bemorlar o'zi hayron qoladi, insulinga topshirtirganimizda ozg'in holatida nimaga men topshirishim kerak, menda sahr yo'q deydi. Ko'pchilik insulinni sahr bilan bir narsa deb o'ylaydi. Yo'q deymiz, mana shu sizdagi shikoyat shundan bo'lishi mumkin degan fikr aytamiz. Juda ko'p ozg'inlarda ham, vizualni ozg'in endi, ularda ham insulin rezistentlikni ko'p tashxislab qo'yamiz. Nimadan bo'lishi mumkin? Sog'lom ovqatlanish, masalan, shirinlikka ko'p, o'chligi ko'p, hali ozg'in, lekin kun bo'yi ovqat o'rniga ham shirinlik yeydi, kechasi ham shirinlik yeydi, perekuslari juda ko'p odamlarda bo'lishi mumkin. SPK sindromi bor, tuxumdonlar sindromi kasalligi bor ayollarda. Ovulasiya buzilishi, sikli buzilishi bilan kechadi. Ularda ham ozg'in bo'lsa ham insulin rezistentlik bo'lishi mumkin. Bu kasallikni bir komponenti, unga ham lecheniya qilish kerak bo'ladi. Tashqaridan ozg'in ko'rinadi, o'zini semizligini bilmaydi, lekin invaziya apparatiga qo'yganimizda, tanani sostavini ko'rganimizda yog' hujayrasi, to'qimasi ko'proq bo'ladi, massasi, mushak massasi kamroq bo'ladi. Shuni hisobidan ularda insulin rezistentlik kelayotgan bo'lishi mumkin. Bel aylanasini santimetrda o'lchaganimizda 80 bo'lsa ham, o'sha predel bo'lsa ham, ichki yog'i ko'p. Visceral measure. Thin outside, fat inside degan anaqa bor inglizchada. Ichki tashqaridan ozg'in, ichkarini qarasangiz semiz bo'ladi. O'sha MRTlarda ko'rinadi. Endi hammani MRTga jo'natmaymiz, so'taki o'zimiz indeks homa orqali chiqaramiz bu narsani. Davolash faqat parhez orqali yo boshqa yo'llar? Asosiysi birinchi ovqatlanish. Ovqatlanishni to'g'rilash, qani nima yeyapti, qanaqa uxlaydi, hayot tarzi qanaqa. Masalan, konsultatsiyaga kelgan bemor faqat boshida o'zi haqida gapiradi, qanaqa yashaydi, nima iste'mol qiladi, stressi qanaqa, hayot mobaynida nima ishlar qilyapti, hozirgi kunda nima qilyapti. Kelishadi, 5 kun bo'ldi parhezga o'tdim deydi. Undan oldincha qanaqa yashardi desa, voy, aytmang, so'ramen deyishadi. Hayot tarzidan boshlanadi asosiy. Keyin o'sha analizlarga qarab lecheniya qilinadi. Lekin birinchi o'ringa olib keladimi? Olib keladi ikkilamchi sifatida. Birinchi insulin rezistentlik, ortiqcha vazn, ortiqcha vazn yig'ilganda gormonlar buziladi, sikl buziladi, gipotalama, gipofizarni os bor, gipofizdan chiqadigan gormonlar, tuxumdondan chiqadigan gormonlar bilan qarshi anaqada bo'ladi. Bittasini gormoni ko'paysa, tepasida ko'payadi. Shunaqa qilib muvozanatda tushadi. O'sha anaqani o'si buzishi mumkin, ortiqcha vazn. Biz insulin rezistentlikni tekshirganimiz sababi biz semizlikni bitta patogenezga ta'sir qilishimiz uchun tekshiramiz. Yoki suhbat asosida qo'yamizda diagnozni. Bizga shu uchun kerak bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Xalq osmonida depressiya.
tana harorati, nazorati, ya'ni bu bir-biriga qanchalik bog'liq, lekin bunga fikringiz qanaqa? Endi shtavidniy железа, qalqon simon bezimiz o'zi kichkina, mana shu yerda shit sifatida turadi, lekin butun organizmda retseptorlar bor. O'sha butun organizm energiya bilan ta'minlanadi. Bunaqa bez boshqa gormon chiqaradigan bezlarda bo'lmaydi. Hamma joyda retseptor bor. Masalan, gipofiz bezi hamma gormonda alohida bo'ladi, hamma to'qimada. Masalan, яичник gormonlari ham o'zini hujayrasi bor boradigan, lekin qalqon simon bez bosh miyadan tortib oyoq uchigacha bo'ladi. Bu hamma hujayraga borib, o'sha hujayrada energiya chiqar, tezroqlarga energiya ber degan vazifani qiladi. Bu energiya bizning batarekamizda, ayollarni, erkaklarni ham, ayollarda ko'proq ahamiyatga ega, chunki u estrogenlar bilan bog'liq bo'ladi. Bosh miyada bizning kayfiyatimizga, xarakterimizga, o'zimiz tutishimizga ta'sir qiladigan neyromediatorlar bo'ladi. Noradrenalin, serotonin, dopamin bizga quvonch, xursandchilik beradigan anaqani chiqarib turadi. Qalqon simon bezi yaxshi ishlaganda o'sha narsalar yaxshi chiqadi. U qalqon simon bezi ishi pasayganda ayollar depressiyaga tushib qoladi, xafachilik bo'ladi, yig'loqlik bo'ladi, limbichеская sistema bor, bizga panikaga javob beradi, qo'rquvga javob beradi. O'sha sistemaga ta'sir qilgani uchun ayollar yig'loqligi kuchayib ketadi bir xillarida. Yarim soatdan keyin qarasangiz, o'sha ayol xursand bo'lib yuradi. Ayollarning kayfiyati kun bo'yi o'zgaradi-da. Ko'proq o'sha narsa qalqon simon bezdan keladi. Erkaklarda unaqa narsa ham bo'ladi, lekin erkaklarda qalqon simon beziga ta'sir qiladigan gormonlari bir xilda ishlaydi. Masalan, testosteron kun davomida bir xil ishlaydi. Ayollarda unaqa emas. Ayollarda uyquga bog'liq, hayotidagi stressga bog'liq, sikliga bog'liq, homiladorligiga bog'liq, homiladorlikdan keyingi emiziklik davriga bog'liq. Shuning uchun ham ayollardagi qalqon simon bez funksiyasi ko'proq ahamiyatga ega. Buni to'g'rilamasa, o'zi o'ylaydi, energiyam pastdir, charchagandirman, shunda bolam bor, men charchaman, kim charchaydi deb o'ylaydi. Lekin aslida o'sha defitsitlarni to'ldirilsa, e'tibor qilinsa, shu narsa ketadi-da. Mana shu tabletkani ichdim, o'zi bitta tabletka bo'ladi, sразу yaxshi bo'lib qoldim deyshadi. Masalan, men poliklinikada ishlaganimda oddiy ayollar kelgan, men ularni chuqur tekshiruv qila olmaganman. Nega? Chunki ular nima deydi, poliklinikaga qanaqa odam boradi, tekshiruv qilmasdan shunday yozib bergan. Bitta shu yordamlar yozardi. O'rtacha endi просто tushuntirib beraman. O'shani o'zidan yaxshi bo'ldim deydiganlar ko'p bo'lardi-da. Vaziyatga qarab, sharoitga qarab bo'ladi-da hamma narsa. Diagnostika hozir bizda oqsaydi O'zbekistonda, chunki hech kim "Men tekshiring, boshdan oyoq check-up qildiring" degan odamlar kam. Biz shikoyatdan kelib chiqib, nima deydi, bemor nima deydi, hamma shikoyatini miyamizdagi klinicheskiy mышление orqali anaqa qilamiz. Davolaymiz hozirgi kunda. Lekin polniy check-up qildirilsa, shu narsalar явно chiqib keladi, sразу mana deb aytib tashlaymiz. Demak, faqatgina shu menda asoratlardan yoki bo'lmasam shu belgilardan qarab turib hozir ko'proq diagnoz qilib qo'yiladi. Mana shunaqa bo'ladi sizda, shundan bo'ladi deb tushuntirganimizda, menda o'zi shunaqa narsalar bor deb ketma-ket aytishadi-da patsientlar. Shu narsa bo'lyaptimi, yig'loqligingiz bormi deganimizda o'zi aytib tashashadi. Men bizga narsa tiqilyaptimi deymiz. Mana shu timga keladi deydi. Yuragingiz o'ynab ketadimi? Yuragim o'ynaydi deydi. Biz aytamiz, ular tasdiqlayveradi-da. Ketma-ket o'zi savollar shabloni bor. Keyin diagnostika qilib olamiz. Kardiolog bilan, nevropatolog bilan, chunki ularda ham xuddi shunaqa kasallik bo'ladi. Qaysimiz yutib chiqsak, o'sha bemor kimdadir qoladi. Shunaqa holatda men sразу ikkita vrachimizni chaqiraman, kelaylik, ko'raylik, shunda menga ham o'xshyapti, sizlarnikiga ham o'xshyapti deyman. Qaysi birimizda ko'proq tortsa tarozda, ularda qoladi kasal. Chunki bu qalqon simon bezi kasalligi shunaqa simptom beradiki, явно bitta chotki simptom yo'q. Bizani bo'ldi, mana shu zolotoy anaqasi bor ekan, triadasi bor ekan, misol uchun shu aniq shu kasal deb ayta olmaymiz. Diagnostikadan kelib chiqadi. Masalan, yuragida sanchish bo'lyapti, davleniyasi yuqori, yoshi 35-40 larga chiqqan kasalni men ko'proq qalqon simon bezi ham ko'raman, to'g'ri, lekin ko'proq kardiologga ham murojaat qilishini iltimos qilaman. Naqada mishleniydan kelib chiqadigan holatda umumiy qilib aytayapman, sizga tushunarli bo'lishi uchun. Holatga qarab bo'ladi. Holatga qarab. Ya shu qalqon simon bezidagi gormonlar o'zgaradigan bo'lsa, butun hayotga ta'sir ko'rsatadi. Da, shunaqa. Men tanishim bor, faqat ko'l ichadi. O'shaning o'zida semirib qolgan. Endi ba'zida bir hafta ko'ldan tiyilganda 5 kilocha, 4 kilocha tashadi.
U nimadan qanaqa bo'lyapti? U faqat kola tashab turishini olsa bo'ladimi yoki? Qarang, kola ham kaloriyasi bor, to'g'rimi? Bir stakanchisiz где-то 200 kilokaloriya. Unda masalan 1 litr ichsa 2000 olyapti. Bitta kolani o'zidan. Endi orada bir nimadir ham yeyotgan bo'lishi mumkin. Faqat kola bilan bo'lmaydi-ku. Uni 500 deylik, qolgan yeyotgan. O'rtacha o'sha 2500 yeyapti. Kolani o'zini olib chiqib, u 2000 ni minus qilyapti. Bo'ldi, defitsit kaloriya bo'ladi. Hech qaysi ozishda defitsit kaloriya bo'lmasa ozilmaydi. Hamma diyeta ishlaydi, ishlamaydigan diyeta yo'q. Nega ishlaydi? O'sha keto ham, integralniy голодание ham nima uchun? Tagida defitsit kaloriya yotadi. Bunaqa mexanizmi. Defitsit kaloriya degani o'sha yeyotgan ovqatingizni kaloriyasi sarflanishdan kamroq bo'ladi. Siz yeysiz, lekin ko'proq sarf qilasiz. Mana shu narsani defitsit kaloriya deydi. Uni qidirsangiz ChatGPT ham sizga qilib beradi o'sha defitsit kaloriyada qancha yeyishingiz. Lekin faqat kaloriya hisoblab endi umringizni o'tkazmaysiz-ku, boshqa ishlarni ham qilish kerak. Shuning uchun ham biz qo'lingizga qarab yeng, sog'lom ovqatlaning. O'zi sog'lom ovqatlanganingizda siz prostoy uglevod cheklaganingiz hisobiga sizda o'zi defitsit kaloriya bo'lib qoladi. Nega? Chunki обычный yeganimizda ovqatda ham yeymiz, ora-orada. Shirinliklar ham ko'proq yeymiz. Shirinliklarda pustoy kaloriya bor-da, kaloriyasi bor, lekin foydali jihati kamroq. Shuning uchun ham o'shalarni o'zini chiqarishi o'zi sizga defitsit kaloriyani olib kelib beradi. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Menga qizlar aytishadi, diyeta qila olmayman desam, diyeta qilmang deyman, men ham qila olmayman diyetani deyman. Siz mana shu nima ratsioningizni bitta ko'rib chiqing-da o'zingiz, bitta daftarga yozib keling, men aytaman deyman. Shu shirinliklar, pechenkalarni o'zini olib tashlang deyman, shuni o'zi yetadi. 3 mahal ovqatlanning, nima yesangiz ham yeyavering, to'ygunicha faqat razmeriga qarang, porsiyaga qarang, o'sha prostoy uglevodda chiqqani hisobiga ham ancha vес tashlaysiz deyman. Nimaga mana marafonlarga qizlar qatnashadi-ku, boshida vес yaxshi ketadi. Chunki o'sha yomon odatlarni marafonni o'zida tark etadi. Keyinchalik endi vес qochishi mumkin, unda sal chuqurroq qarash kerak, sal ko'proq e'tibor qilish kerak. Lekin boshida mana shu yomon odatdan qutulishi o'zi ham ancha foyda beradi organizmga. Hozir aytdingiz-ku, qalqonsimon bez yaxshi garmoshlab chiqarmagandan keyin depressiya tushib qoladi deysiz. Ko'p qizlarda hozir shunaqa bo'lyapti-da. Keyin o'zini ayblash uchun ayb topolmagandan qomati yaxshi bo'lsa ham semizman bo'lyapti. Shu narsa haqida ozgina gapirib o'tsangiz. Bu juda ko'p keladi, ayniqsa yo'jo anaqasida o'qiymiz-ku, yonida ishlaymiz-ku. Qizlar shu kiradi, taroziga chiqadi, bitta qiz kelyapti, eshigidan hali ochgani yo'q, bir esimda qolsa kerak. Shunday ochdi, siz semaviy Ozempic Monjaro qilasizmi dedi. O'tirdi, keldi, to'xtang, siz gaplashaylik. Gramm anaqa men momo topmadim anaqasidan. Indeks massasini hisoblaganimizda 25 turibdi, lekin semizlik yo'qda. Faqat o'zini normasini eng yuqori chegarasida. Senda semizlik yo'q, baraka topgur, senga nima kerak bu narsa deb aytsam, yo'q, men semizman, menda ortiqcha vazn bor. Men shuni orqasidan dedi, kechalari yig'lab chiqaman dedi. Ha, xo'p dedim, sen menga isbotlab ber, menga ortiqcha vazn bor. Men bu taroziga ishonmas ekansan, mening gapimga ishonmas ekansan. Apparatga tushsam tushmayapsan deyman-da. Inbadiga tushdim, tushmadi. O'sha sostav telani ko'rib, mendan nima xohlaysan? Men ukolni senga barham qilmayman. Birinchidan registratsiyadan o'tmagan O'zbekistondan dedim. Men uni hech qachon qilmayman dedim. Boshqa ozdiruvchi ukollarga senda показания в общем yo'q dedim. Sen menga faqat kundaligingni olib kelasan, o'sha nima yegan ichganlarni, o'shani ratsioningni ko'rib chiqamiz, keyin qilishim mumkin biror narsasi. Yo'q dedi, menga резкий ozish kerak dedi. Bu bitta bo'lgan случай. Ikkinchi bo'lgan случай anaqa yaxshi joyda ishlaydi. Juda ham ozg'in qizlar bilan birga ishlagani uchun o'zini solishtiryapti-da, o'zini qomatiga nisbatan anaqa отрицательный fikrda kelyapti. Men ulardek emasman deb. U seni yoshingga, vazningga, anaqangga norma deb tushuntiryapmiz. Faqat psixologически ishlaysiz, o'tirib faqat gaplashasiz-da qizlar bilan. Chiqmayapti, o'zgarish yo'q deyapti. Faqat ratsioningni mayli ko'rib chiqamiz, lekin ozish uchun anaqa kerak emas. Shikoyating yo'q, sikling normada. Ishtaha ochilib ketmagan yoki anaqa emas. Faqat sog'lom ovqatlanishing kerak desam, u o'zi qilib yurar ekan u ukolni. To'xtatishni maslahat berdik xolos. Kerak ozdiruvchi ukollar bizada mana semizlikni davolashda bitta komponentda, masalan 10 ta narsa bo'lsa, komponent bo'lsa, u bitta narsasi. Lekin bizaga murojaatlar mana shu bitta narsani qiling, boshqa narsani qilmang degan anaqa bilan keladi. Agar bizaga ham shunaqa imkoniyatimiz bo'lsa edi, biz shuni qilardik, qutulardik. Chunki ozish bilan shug'ullanishni xohlaydigan vrachlar kam. Chunki bu insonni nima deydi, o'zi bilan ishlash. Men oldin
o'sha birinchi boshlaganimda shuni 1 soatlab gaplashardim patsient bilan. Ovqatlanish odati nimadan kelib chiqyapti? Chunki patsient o'zi bilmasa qatdan semirayotganini u yuraveradi, gormonim buzilgan, qattimdir yaxshi ishlamayapti, shuning uchun semirib ketyapman deb ishonchsizlik borda. Uni nima ko'proq jalb qiladi? Kimdir garantiya bersa, "Mana shu dorini ichasan, garantiya 1 oyda 10 kilo tashiysan" desa, o'shanaqa gaplar uni quloqiga yaxshi kiradi, chem обоснованный ilmiy isbotlangan narsadan ko'ra. Chunki meni aytayotgan yo'lim oson emas, lekin ilmiy isbotlangan. Meni aytganim qilsa hech qanaqa zarar bo'lmaydi. Lekin anaqa sekin ozadi, vaqtida ozadi. Oyga 3-4 kilogramni tashab boradi. Lekin reklamalar unga qaratilmagan. Reklamalar og'riqli nuqtamizga qaratiladi. Tezroq yechim berish, tezroq qutulish o'sha muammoda. Lekin hozir shunaqa hal bo'lmaydi-da. Yana qayta semirib ketish uchun ham ko'p. Shunaqa qizlik maslahatingiz? O'zingizlar yaxshi ko'ringlar. Avvalo tekshirib olinglar, bitta ratsioninglarni ko'rib chiqinglar, kundalik tutinglar-da yozib kelinglar. Nima yeyapsizlar, qanaqa ovqatlanyapsizlar, unaqa rejiminglar qanaqa. Asosan hozir yosh qizlarda ham hammada dars qiladi, kechasi uyqu rejimi yo'q, kun bo'yi energiyasizlik bizga tez ko'zimizga yaxshi ko'rsatadi shirinliklarni. Shirinlik tez energiya beradi. Shuning uchun ham o'sha ratsion buzilgandan keyin o'zi ana kuchsizlik, motivatsiya tushishi bo'lavergandan keyin u qizlar da ozgina barban muammo bo'lishi boshlaydi. Mana shu paytda to'xtatsa, ortiqcha vazn ham kelib chiqmaydi. O'zi ham birov aytgan emas, barban sifralar gapiradi meditsinada. Qancha diabet haqida, ya'ni odamni unaqa bildirolmaydi, o'zida ichida borligini, lekin bitta chiqqanda yomon qiladi. O'sha haqida nima deysiz? U qancha diabet o'zi qatdan paydo bo'ladi? Bir xil aytadi, qo'rqqandan paydo bo'ladi deydi. Bir xil aytadi, bitta ta'sirga berilib qolgan paytda o'zidan o'zi paydo bo'lib qoladi deydi. O'zi inson ichida bor bo'lgani qanday nima? Asosan eng ko'p tarqalgan qandli diabet bu qandli diabet ikkinchi tur. Ko'pchilik odamlardagi tasavvur birinchi tip ekan, ikkinchi tip ekanini bilishadi. Birinchi tip bu asosan yoshlarda bo'ladigan qandli diabet. Bunda insulin umuman bo'lmaydi. Oshqozon osti bezidan o'sha qondagi qand miqdorini tushirib turadigan gormon bor, insulin deb ataladi. O'sha gormon umuman bo'lmaydi va ularga tashqaridan insulin qilish kerak. Bo'ldi, boshqa anaqasi yo'q, lecheniyasi yo'q. Ikkinchi tur qandli diabet bu orttirilgan deydi. Meni naslimda bo'lmagan, hayot davomida paydo bo'lgan deyshadi odamlar. O'sha ikkinchi tur qandli diabet bu asosan ortiqcha vazndan kelib chiqadi. Biz nimaga semizlik bilan kurashamiz? Chunki semizlik bizda asorat olib keladi, qandli diabet. Qandli diabet bu o'sha davolanmagan semizlikni asorati. Qandli diabetda o'sha insulin rezistentlik bo'ladi dedik-ku. Insulin rezistentlik borib oxiri oshqozon osti bezidagi insulinni zapasini qoldirmaydi yoki kamaytiradi. O'sha holatda qandli diabet vujudga keladi. Insulinimiz ishlab chiqarilishi sekinlashsa, bizda qondagi qand miqdori baland bo'lib qoladi. O'sha keyin hujayralarga kira olmaydi. O'zi qandli diabet qanaqa kasallik? Qondagi qand miqdorini oshishi. Qondagi qand miqdori normada 6 gacha bo'lishi kerak. O'sha 6 gacha bo'lmasdan oshishi qandli diabet ikkinchi turi keltirib chiqaradi. Uni tushirish uchun bizda insulin gormoni hujayralarga eshik sifatida ключ sifatida ochib beradi hujayrani eshigini, glukoza hujayralarga kirib ketadi. Qondan ichkariga kiradi. Shunda qondagi qand miqdori tushadi. Qandli diabetda o'sha eshikni topa olmay qoladi, chunki eshiklar yog' bilan qoplangan. Endi tushuntirish oson bo'lish uchun u eshigini topa olmay yuribdi insulin, qondagi qand miqdori ham baland. Insulinni topa olmaganda, "Hay, insulin ko'proq chiqaringlar, oshqozon osti bezi" degan signal boradi. Yana insulin chiqaraveradi. Insulin ham baland, qondagi glukoza ham baland. Insulin baland bo'lganda ochlik hissi ko'p bo'ladi, shuning uchun ham ko'p ovqat yeydi boshidagi qandli diabetlar. Shu holatda kelib chiqadi qandli diabet ikkinchi tur. Buni avvalambor lecheniyasi, to'g'ri ovqatlanish, yana vaznni tushirishi. Agar qandli diabetga chalingan inson srazu 1 yil ichida o'zidan 15% vaznni ketkizsa, u qandli diabetni yo'q qila olishi mumkin. Lekin qandli diabetda shikoyatlari, belgilari kelib chiqqanda o'sha vaqt o'tib ketgan bo'lib qolishi mumkin-da. Shuning uchun ham prediabet holatida, diabet oldi holatida nima qilish kerak?
aniqlash kerak. Bunda o'sha semizligi bormi, ortiqcha vazn bormi, yoshi 40 dan oshganmi, avlodida diabeti bormi, sal o'zini yomon his qilyaptimi, charchoq, holsizliklar, peshobga ko'p chiqishlar bormi, demak vrachga murojaat qilish kerak, yashirin vaqtida aniqlash kerak. Mana shu holatda aniqlangan bemorlarimiz juda yaxshi lecheniyaga poddavаться qiladi. Chunki qandli diabet rivojlangan paytda asoratlar ham rivojlanadi, qandli diabet. Shuni oldini olsak yaxshi bo'ladi. Bu uchun nima qilinadi? Glikeronli gemoglobindagi analiz bor. 3 oylik o'rtacha sag'ir ko'rsatadi. Qand miqdorini och qoringa va to'q qoringa o'lchash kerak bo'ladi. Chunki boshida ko'pchilik aytadi, men sag'irim 1 yil oldin o'lchatgandim, 6 chiqqanda yoki 5,5 chiqqanda deyshadi. 1 yildan keyin qandli diabeti bor chiqyapti. Shunda aytamiz, o'sha paytda ovqatdan keyingisini ko'rmaganmidingiz deganimizda, yo'q deyshadi. Asosan ovqatdan keyingi qand miqdori oshgan bo'ladi bunaqa payt, prediabet holatida. Shuning uchun ham doida, poslida и glikeronli gemoglobin shu 3 ta analiz bizga ko'rsatib beradi, diabet bor yo'qligini. Semizligi bor odamlarda insulinni yaxshi ko'radi bizda tekshirishni, lekin men insulindan ko'ra glikeronli gemoglobin tekshirardim. Bu menga nima informatsiya beradi? Mana shu bemorga tushuntirishim yana ham tezlashadi. Masalan, glikeronli gemoglobin preventiv meditsinada 508 dan yuqorisi уже diabet bo'lib qoladi degan xavf beradi. Доказательный meditsinada 6,5. Referenslarni har xil 6,5% oshsa qandli diabet ikkinchi tur deb diagnoz qo'yamiz. Shu uchun ham 508 chiqdimi, mana glikeronli gemoglobiningiz 508 ekan, sizda semizlik bor. Demak, sizda prediabet holati bor. Ozmasangiz bo'lmaydi. Fokusingizni hammashingizni yig'ishtirasiz, fokusingizni o'zingiz sog'lig'ingizga qaratasiz deb nima deydi, majburiy ukazaniya beramiz-da patsientga. Lekin men shunaqa tutganda bemorlarni, shunaqa gapirganda, ular ko'proq effekt bo'lgan, ularni ozishida ham, o'zini sog'lig'iga qarashida ham. Bu ko'proq nima deydi, bemorni majburlaydi ozishga. Mani bitta tanishim shu anaqa diabet bo'lib qolgan. Ozg'in. Bu qanaqada? Menimcha birinchi tur bo'lsa kerak. Nega? Chunki yosh bo'lsa, qatori bo'lsa, ularda ko'proq birinchi tur bo'ladi. Nega? Insulin tekshiriladi. Insulin qolmagan bo'lsa va o'zini antitiyalari bor. Oshqozon osti bezida autoimmun proses bo'lsa, bitta hujayralarga ataka bo'lgan bo'lsa, bitta hujayralar o'lgandan keyin tiklash imkoniyati yo'qda va shuni hisobidan bizda diabet neizlechimli hisoblanadi. Birinchi tur bo'lganda faqat insulinna terapiya pokazan bo'ladi, ular insulinda bo'ladi. Ularga hayot tarzini o'zgartirishi, dietalar birinchi o'rinda bo'lmaydi. Ular ko'proq insulinna terapiya birinchi o'rinda bo'ladi. Farqi shunda. Hozir bitta anaqa aytdingiz, bemorlarga tushuntiraman shu narsani deysiz. Hozir bu ko'rsatuvni ko'rayotgan odamlar birinchi o'ylaydi, doktor deydi. Seni shunaqa anaqa kinnalab chaqirishga harakat qiladi oldiga deydi. Shunaqa odamlarga nima deysiz? Hozir meditsina shunaqa ketyapti. Preventivga ko'proq o'tish xohlaymiz. Nega? Preventiv bo'lsak, preventivna meditsina bo'lsa, biz kasallikni emas, kasallik oldi holatini davolaymizda ishimizni kamaytiramiz. Hech qaysi anaqada davlatda reabilitatsiya 100% qilib bo'lmaydi. Insonda asorat kelib chiqqandan keyin, inson qo'pol qilib aytganda yotib qolgandan keyin biz uni qancha usiliya bilan davolamaylik, bemorni o'sha oldingi 10 yillik holatdan qaytarib bera olmaymiz. Bu bemorning hayotini o'zi uchun kerakli narsa. Profilaktika eng yaxshi meditsina hisoblanadi. Hamma joyda ham. Masalan, siz hozirgi odamlarning ko'p anaqasi fokusi pul topishga qaratiladi-da, lekin o'sha topayotgan pulini topib bo'lgandan keyin o'zini o'sha moliyaviy erkinlikka chiqqandan keyin eng birinchi qiladigan narsasi boylarni o'zini sog'lig'iga qarash. Endi o'sha topgan pulini maza qilib ishlatish uchun ham sog'lig'iga qaraydi. Lekin o'sha narsani men xohlardim pul topayotgan vaqtida boshlash kerakligini. Bu ham arzon, ham nima deydi, inson mustaqil qila oladi. Vrachga bormasdan bir marta borib kelsa yetadi и постоянно ichadigan dorilar bo'lmaydi bu odamlar. Profilaktik vaqtda. Lekin asorat kelib chiqqandan keyin, kasallik kelib chiqqandan keyin, xronический bitta kasallikka yo'liqqandan keyin uni doimiy kuzatuvda bo'ladi. U majbur bo'ladi, xohlasa ham, xohlamasa ham har 6 oyda, har 3 oyda borib lecheniya olishga.
o'sha holatga kelmaslik uchun o'zi xarajat degan narsa yo'q, investitsiya degan gap bor. Kimdirlar to'g'ri investitsiya qiladi. Masalan, siz bugun to'g'ri investitsiya qilsangiz, kolani o'rniga borib chorta olasiz misol uchun-da, to'g'rimi? Bu to'g'ri investitsiya. Kola olsangiz, demak, noto'g'ri investitsiya qilgan bo'lasiz. Sog'lig'ingizga mana shunaqa mayda-mayda investitsiya qilib borsangiz, bu sizga o'zingizga plusga ishlaydi. Tushunyapsiz? Odamlarning mishleniyasini men shunaqa o'zgarishini xohlayman. Chunki men ham o'zim ishga chiqish oldidan birinchi o'zimga qo'ygan savolim, men xo'p ishga chiqarman, menda 3 ta bola bor. Men hammasiga e'tiborim qaratishim uchun menga o'zimga energiya kerak. Men o'zim energiyasiz o'tirsam, men kimga foyda qila olaman deb o'zimni pitaniyamni o'zim to'g'rilashga harakat qilganman. Lekin o'sha faqat pitaniyani o'zgartirganni o'zidan bir haftada menda energiyam oldingi holatimdan yaxshi bo'lganini ko'rib, men juda ham ixlos qilganman o'sha sog'lom ovqatlanish yaxshiligiga. Unda hech qanaqa dorisiz. Men ham ko'p vitamin, masalan, dorilar ko'p icha olmayman, yomon ko'raman. Shuning uchun ham pitaniya orqali olishga harakat qilaman. Qandli diabet deysiz, uni davolash iloji bormi yoki qandli diabet boshlangan paytida isbotlangan narsa, boshlandi qandli diabet, uni aniqladingiz. Prediabet holatida aniqlasangiz, davolanishi 100% bo'lishi mumkin. Bemor aytganingizni qilsa, ozsa, sog'lom hayotga o'tsa, hayot tarzini o'zgartirsa, vaznni ketkazishga harakat qilsa, imkoni bor, aniq. Qandli diabet kelib chiqdi, hamma shikoyat anaqalar bor, ortiqcha vazni ham bor, insulin hali saqlanib turibdi. Shu paytda 1 yil ichida vaznni kamaytirsa, 10-15% ga, masalan 15 kilolik vazn tashlasa, o'shanda saharni diabet yo'q bo'lib ketishi mumkin. Xo'p, keyingi savolimiz vitaminlar haqida. Vitamin D, ya'ni bu shunchaki o'sha suyen vitamin emas degan anaqa bor. Termin bor, to'g'rimi? To'g'ri. Vitamin D nomi vitamin, lekin endokrinologlar uchun bu gormon hisoblanadi. Chunki xuddi aytdim-ku, qalqonsimon bezi butun organda retseptor bo'lganda, vitamin D ni ham hamma organlarimizda retseptor bor. Bu asosiy birinchi vazifasi o'sha suyakda kalsiyni so'rilishini yaxshi qiladi. Suyakdagi kalsiyni ushlab qolishga ta'siri bor. Ichaklarda kalsiyni qayta so'rdiradi, fosfor. Buyraklarda ham qayta anaqa siydikdan qonga o'tkazib beradi. Asosiy vazifasi, qolgan vazifalari immunitetga ta'sir qiladi. Sitokinlarni kamaytiradi, autoimmun proses kamaytiradi. Reumatoid artritda, qalqonsimon bez kasalliklarida, autoimmunniy tiroiditda biz ko'proq vitamin D ni ishlatamiz. Nega? Chunki u autoimmunniy vaspaleniyani kamaytirib beradi. Autoimmunniy vaspaleniya degani o'zingizning organingizga nisbatan immunitetingiz xuddi bu yot jism deb shamollash belgisini keltirib chiqaradi. Masalan, bizda autoimmunniy tiroiditda qalqonsimon bezga nisbatan ataka boshlanadi va qalqonsimon bezi faoliyatini susaytiradi, gipotireoz kelib chiqadi. Shu paytda biz vitamin D ni ham tekshiramiz, vitamin D ni to'ldirishga harakat qilamiz. Mana shu autoimmunniy prosesni tushira oladigan vitamin bu vitamin D hisoblanadi. Endi yurak qon tomir sistemasiga ham ta'sir bor, reninni tushiradi, shu bilan davleniyani aniq qiladi. Biz qandli diabet 2-turda ham vitamin D beramiz. Nega? Chunki u insulin rezistentlikni tushirib beradi bizga. Insulinni ishlab chiqarishini yaxshilab beradi, chunki bitta hujayrada ham retseptor bor. Ham metformin ichib yuradigan qandli diabet bemorlarda asosan vitamin D yetishmasligi hisobidan ham vitamin D beramiz. Va eng men yaxshi ko'radigan tarafim bu onkologiyani qaytara oladigan yagona preparat. Masalan, bitta bo'lsa, shunaqa preparat bu 10 ta bo'lsa ham birinchisi vitamin D, bitta bo'lsa ham birinchisi vitamin D. Chunki u apoptozga ta'sir qila oladi va yangi qon tomirlar paydo bo'lishini oldini ola oladi. Shuning uchun ham biz vitamin D ga ko'proq qilamiz. Ham kayfiyatimizga ta'sir qiladi. Uyquchanlik, uyqusizlik, stress, depressiya ham vitamin D yetishmasligidan bo'lishi mumkin. O'zi bitta gormon ko'p muammolarda ishtirok etgani uchun, ko'pincha o'zi aholimizda ham vitamin D past bo'lgani uchun ko'proq nazarchat qilishga harakat qilamiz. Tushuntirishga harakat qilamiz. Vitamin D nimalardan olish mumkin o'zi aslida? Vitamin D quyoshdan olinadi, lekin bizning quyoshimizda O'zbekistonda quyoshda uy yo'q, doполнительно ishga to'g'ri keladi. Lekin bu degani olib magazindan borib olmaylar. Avvalo tekshirish kerak. Agar
30dan past bo'lsa ichish kerak. Normada bizda 50 dan 70 gacha bo'lsa optimal hisoblanadi. Shunga erishishga harakat qilamiz. Dozasi boshida ko'p beriladi, keyin o'sha 50-70 bo'lgandan keyin vitaminda keyin поддерживающий dozaga o'tiladi. Bir xil odamlar bor, o'sha doktor yozib bergan deb 6 oylab ham 10 milli dozada yuribdi. Bu gipervitaminoz keltirib chiqaradi, ko'payib ketadi vitaminda. Shunaqa bemorlar ham ko'p hozir uchrayapti. Ko'payib ketsin deysan bu. Kalsiy ko'payib ko'p so'riladi. Buyrak tosh kasalligini keltirib chiqarishi mumkin, ichaklarda ham og'riq berishi mumkin, oshqozonda ham og'riq berishi mumkin. Chunki kalsiy bilasiz qattiq narsa. Uni ko'p bo'lishi ham noto'g'ri. U faqat suyakda bo'lishi kerak. Qonda ko'p normada bo'lishi kerak. Buyrak haqida hozir gap ochdingiz. Buyrak usti bezi u nimalarga javob beradi? Qanaqa retseptorlarga javob beradi? Hozirgi paytda depressiya ko'p bo'layotgani uchun charchab qolyaptimi degan savolim bor edi. Buyrakda kortizol asosan hammani yaxshi ko'radigan gormon kortizol bo'lib qoldi, stress gormon deb. Lekin men bitta случай aytib beraman, shunda hamma tushunib olsa kerak. Bitta ayol keldi. Sizda stress bor dedikda, ortiqcha vazni bor, prediabet holatida. U aytganki, men to'ylarda oxirigacha o'ynayman, menda stress bo'lishi mumkin emas. Men har doim xursand yuraman, men har doim kulib yuraman dedi. Keyin bu yo'q, unaqa stress emas, metabolik stress, ichki stress ham bo'ladi dedik. Hozir vrachlar o'zaro gaplashganimizda aytamiz, stressni odamlardan so'ramaylik deymiz. Chunki stressi yo'q insonning o'zi yo'q. Ammo bunaqa bemorda ichki stress bor, o'zi xursand yursa ham, lekin o'sha ortiqcha vazni unda kortizol gormonini oshiryapti. Nega? Chunki vоспаление ketyapti, yallig'lanishga qarshi bizada kortizol gormoni oshadi va shuning hisobidan kortizol oshiqroq yuradi. Kortizolni mana tekshirishga kelishadi-da, ko'pincha endokrinologiyaga kelgansiz, menda stress yuqori bo'lsa kerak, kortizolni tekshirib ko'ring deyishadi yoki analiz ko'tarib kelishadi, ichida kortizol bor. Yo yuqori chegarada chiqadi yoki normada chiqadi. Keyin menga aytishadi, menda stress bor, lekin kortizol norma chiqdi-ku deganda aytamanki, sizda norma ekan, lekin insonda o'sha diapazoni katta-da. Mana shu kortizol sizni o'zingiz uchun baland bo'lishi mumkin deyman. Hozir faqat stressga hamma narsani bog'lash va kortizol baland bo'lsa bir nimadir qilish degan narsa yo'q-da. Stress bilan ishlash kerak, stressga bo'lgan munosabatni o'zgartirish kerak. Shuni tushuntiriladi. Bizada endokrinologiyada kasallik bor, simptom bor. Masalan, xafachilik yursa, depressiyada bo'lsa, har doim u kortizolga bog'liq bo'lavermaydi. Bizada kasalliklar bor, giperkortizm, itsinga qo'shinga kasalligi bor. Kortizol baland bo'lishi, uni tekshirish usullari bor. O'sha dokazanniy bo'lsagina biz unga lecheniya qilamiz. Lekin mana bunaqa holat bo'lsa, o'zi stressda, sal yuqori chegarada chiqqan, unaqa holat bo'lsa, biz uni lecheniya qilmaymiz. Faqat o'zi bilan ishlashi, stress bilan ishlashi, uyquni to'g'irlashi, ratsionni to'g'irlashi tushuntiramiz. Hayot tarzini o'zgartirishi tushuntiramiz. Masalan, ayrimlar bor, stress unaqa katta emasda, o'qishida muammo bo'lsa, unga anaqaroq tushuntiriladi. Yumshoqroq tushuntiriladi, o'zgartirishida. Kimdadir endi muammosi katta, $10,000 qarzi bor. Biz unga nima yordam beramiz, misol uchun? U faqat $10,000 qarzini ussagina o'sha stress kamayadi. Unga gormonalni preparat berib bo'lmaydi. To'g'rimi? Lekin odamlar bir narsaga bog'lasa, o'shandan o'zini sal spokойныйroq his qiladi-da. Semizligini gormonga bog'lasa, xursand his qiladi. Shunaqa narsada. Buyrak va juda ham kam uchraydi bunaqa kasal. Masalan, ular faqat endokrinologiya markaziga ko'proq murojaat qilishadi, shunaqa kasalligi bo'lsa. Buyrak usti bezining gormoni pasayishi bizada bu addisional kasallik. Bizada buyrak usti bezini anaqasi nima chiqqan hozir? Sun sindrom усталости надпочечников degan diagnoz yo'q meditsinada. Bizada yo'q, nutritsiologiyada bo'lishi mumkin. Yangi chiqqan anaqilar diagnozlar, lekin bizda yo'q diagnozi, isbotlanmagan diagnozni davolamaymiz. Asosan mana shu charchoqlik, holsizlik asosan ratsion noto'g'riligidan, hayotdagi maqsadlar kamligidan, insonning o'zi bilan ishlamasligidan bo'ladi ko'proq. Praktikada shunaqaroq. Bu gormonni me'yorda ishlab turish uchun nima maslahatlar berasiz? Avvalo uyquni to'g'irlash. Sirkadniy ritm buzilgan ko'pchilikda 2 dan keyin uxlaydi, kunduzi uyquchan bo'lib yuradi, holsizlik, charchoq shu anaqa keltirib chiqaradi. Melatonin gormonini ishlab chiqarishini susaytirish borishgan, immunitet tushadi, yallig'lanish ko'payib ketadi. Shuni hisobidan keyin kechasi ovqat yeyishlar ko'payib ketadi. Grelin bilan leptin gormoni o'rni almashadi.
И shu hayotimizni nima deydi, kun bo'yi bitta tartibga solinmaganligidan. Shuni bilan ishlash, stress bilan ishlash, ko'proq piyoda sayr qilish, 10,000 qadam yurish, bu ham kortizolni tushiradi. Kortizolni tushirish uchun choylar bor, oddiy anaqa tashlantiruvchi melisa choylari, rozmarin, yallig'lanish tushiradigan kurkuma choylarini ichish tavsiya qilaman ko'proq bemorlarga. Uyqu dedingiz, gormonlar bilan uyquni qanaqasi bor? Uyg'unligi. Aynan semizlikda ishlatadigan gapim, masalan, ozish uchun 4 ta narsa bizga juda ham zarur. Birinchi navbatda ovqatlanish deyman. Ikkinchi navbatda 10,000 qadam deyman. Uchinchi navbatda uyqu deyman. To'rtinchi navbatda suvlarimiz ichadigan. Agar masalan ovqatlanish normada bo'lib, uyqu norma bo'lmasa, ozishingiz qiyin bo'ladi deyman. Lekin ovqatlanishingiz normalniy bo'lib, uyqu normada bo'lsa ham osonroq ozasiz deyman. Chunki uyqu bo'lmagan odam avtomatim ovqatlanishini buzadi. Kechasi uxlamadimi, u kun bo'yi anaqa tez energiya beruvchi narsalarni ko'zi bilan qidiradi. Shuning uchun ham uyquni joyiga qo'yish kerak. Melatonin gormoni bizda uyqu gormoni hisoblanadi. U kechki mana bu shomdan keyin chiqish boshlaydi-da, qorong'ilikda. Biz telefonni ekrani bilan u gormon chiqishini pasaytiramiz. Ko'p bizda tarqalgan kasallik kechasi bilan telefon ko'rish, melatonin gormonini tushirdimi, u boshqa gormonlarga ta'sir qiladi. Grelingga, ochlik gormoniga. Shuning uchun ham kechasi uxlamagan odamlar ko'proq kechasi ovqat yeydi. Chunki o'sha grelin gormoni oshib ketadi, u ochlik gormonini qo'zitib yuboradi. Leptin gormonini tushiradi, u to'qlik gormoni. To'qlik kelmagandan keyin inson yuvaveradi-da. Mana shu gormonni buzishi hisobiga uyquni o'zini to'g'irlashi o'zi mana shu gormonlarni 30-40% ga yaxshilab beradi. Ham uyqu bo'lmagandan keyin boshqa gormonlarning ham buzilishi ko'p kuzatiladi. Erkaklarda asosan testosteron kechasi 30-40% ga tushadi agar uxlamasa. Uxlasa o'sha kuchga to'lib turadi erkak kishi. Ayollarda ham bu sikl buzilishiga ta'sir qiladi. Gipotalamiya, gipofizarni os bor, yechnikovaya os bor, o'shanga ta'sir qiladi. Hozirgi paytda to'g'ri ko'pchiliklar yosh o'tgandan keyin semirishi, keyin yuzlariga va hammadan qanaqasi bor, albatta. Surunkali charchoqdan shikoyat qilishadi bu narsa. Ya'ni charchoqdan bo'ladi yoki bo'lmasa qanaqadir bir o'zgarishdan bo'ladi aslida. Ayollar 40-45 yoshdan keyin menopauza holati boshlanadi, ya'ni ovulyatsiya tugaydi, sikl buziladi, hayz sikldan qolishadi. Bu paytda asosiy eng hamma klinikani beradigan gormon bu estrogen gormon. Estrogen ayollarga yoshlik, chiroylilik, kayfiyat beradigan gormon, jenственный gormon deydi. Shu gormon pasaygani hisobiga oldin ortiqcha vazn bo'ksa qismiga yig'ilsa ayollarda menopauzadan keyin qorin qismiga yig'iladi. Chunki estrogen o'shani oldin olib turadi. Shuning uchun ham erkaklar birinchi semirganda qoringa yig'adi. Ayollar birinchi semirganda bo'ksaga, keyin estrogen qolmagandan keyin qoringa o'tadi o'sha yo'q. Shuni hisobidan va estrogen gormoni bizga o'sha kayfiyat, estrogen gormoni birinchi ta'siri qalqonsimon bezda qalqonsimon bez gormonlarini ishlab chiqarishga yordam beradi. Mana shu narsa pasayadi, yana qalqonsimon bezda ham muammo kelib chiqadi. Menopauza boshlanishidan bir 5 yil oldin progesteronni tushishi kuzatiladi. Progesteron bilan estrogen baravar yurishi kerak. Progesteron pasayganda estrogen bizda oshib ketadi. Hali menopauza boshlangani yo'q-ku. Estrogen oshib ketganda esa estrogen va dominantlik kuzatiladi va bu ayollarda mastopatiya, kistalarni, miomalarni, adenomioz, endometriozlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu o'zi ko'p ayollarimizda bor bu narsa. Ko'krakda kista paydo bo'lishi va shuni orqasidan nam depressiya olishadi. Endi yomon kasallik deb o'ylashadi. Buni aslida u yomon kasallik emas. Mana shu ketma-ket bo'laveradi muammolar. Hammasi bittada hal bo'lmaydi. Organizmda defitsitlarni yopish kerak. Asosan temir moddasi yetishmovchilik bo'ladi bunaqa paytda, vitamin D yetishmasligi bo'ladi, omega yetishmasligi bo'ladi. Birma-bir bular bilan ishlash kerak bo'ladi. Ko'proq shunaqa ayollarga tavsiyam, agar protivopokazaniya bo'lmasa, o'sha
yoshlikni uzaytirish maqsadga muvofiq. Chunki bu isbotlangan yaqindagi guidelanlarda ayol kishi qanchalik ko'p hayz siklida bo'lsa, u shunchalik uni umrini uzaytiradi, shunchalik ko'p ularda yurak qon tomir kasalliklar, bizda o'lim ko'rsatkichi bo'yicha birinchi turadi. O'sha narsani oldini oladi degan anaqalar bor. Shuning uchun ham lekin bu qaysi ayolga o'zini yaxshi ko'rgan, o'zini nima deydi, faqat vrachdan kelib lecheniya olib ketadigan emasda, vrach bilan birga ishlay oladigan, o'zida ham shunga qiziqish bor bo'lgan ayollarda qilsa bo'ladi. Hamma ayollarimizda qilib bo'lmaydi bu narsani. Masalan, kelib vrachga kelib faqat shu diagnoz yozdiraman, mana shu dorini ichaman, bo'lmasa qolib ketadi degan bo'lsa bo'lmaydi. Vazn ortishi bu faqat shu ko'p ovqatlanishdanmi yoki bo'lmasam gormonalli qanaqa bog'liqligi bormi bunga? Ortiqcha vazn, semizlik 90% da giperkaloriyadan kelib chiqadi. Faqat qaysidir bir 10% da qanaqadir ikkilamchi kasalliklar tufayli semizlik kelib chiqishi mumkin. Lekin hozirgi kundagi menga keladigan bemorlardagi aksariyat holat qachondir hayoti davomida stress bo'lgan yoki farzand ko'rgan, undan keyin o'ziga qarashga vaqti bo'lmaganligi tufayli ko'p ovqatlangan yoki rejimsiz ovqatlangan hisobidan vazn yig'ib olingan, keyin o'shani ta'sirida gormonlar buzilib, yana vazn yig'ishi kuchayadi. Shunaqa bemorlar ko'p keladi. Boshida masalan 5-6 kilogramli ortiqcha vazn vizualni ko'rinmasligi mumkin, bemor sezmasligi mumkin. O'sha payti oz bo'lsa, unga yaxshi, gormonlar ham uncha buzilmaydi, tezroq oz bo'ladi, lekin o'sha paytdan o'tib ketsa, o'sha metabolik yog' birinchi tashqariga yig'iladi, podkojная жировая клетчатка deydi, teri ostiga, keyin u yig'ilib, keyin visceralniy jir, ichki organlarga yog' yig'ilishga o'tadi. Ana unda metabolическое ожирение keladi. Metabolическое ожирение nima degan? O'zidan bir nimadir chiqaradi. U organizmni zaharlaydi. Bunday olib qarasa-da, vоспаление keltirib chiqaradi, yallig'larni ish bo'ladi. Organlar endi oldingidek ishlamaydi. Keyin mana shu holatda o'zi keyingi vazn olishlar juda ham oson bo'ladi. O'zi yaxshi yurardim, bir 10 kilocha ortiqcha vazn borda, yaxshi yurardim, hech qattiq og'rimasdi, keyin boshlandi deydi ko'p bemorlar. Davleniyam chiqa boshladi, oyoqlarim og'rishi boshladi, siklim buzildi deb keyingi etapda bo'ladi bu shikoyatlar. Boshida lekin nima qilamiz, nima qo'yamiz, anaqani otrisatsiya qilib bo'lmaydi. Bizning yeyotgan kaloriyamiz sarflanishidan o'zgarganda bo'ladi. Masalan, yegan ovqatimizni sarflab borsak, bizda ortiqcha vazn bo'lmaydi. Lekin sarf kamaysa, kaloriya ko'paysa, biz uni sarf qilmasak, o'sha ortiqcha kaloriya sarf bo'lmasdan yog' sifatida yig'iladi. U yig'ilib borib, keyin gormonal muvozanatni buzadi. Birinchisi shu. Lekin hamma meni eshigimdan kirib kelgan odam, meni gormonlarim buzilgan, shunda to'g'rilaylik, keyin ozaman deydi. Bu noto'g'ri-da. Bu nima deydi, bizga og'riqli. Biz ham xohlaymiz o'sha gormonni shunda to'g'rilasakda, shunda ozib ketsa. U o'sha ovqat bilan vazn yig'dimi, o'sha ovqatni kamaytirib, defitsit kaloriyaga o'tibgina ozoladi. Gormonlarni to'g'rilasak ham, to'g'rilamasak ham. Ikkalasi barobar ketadi endi bu patsientda. Gormonni ham, defitsitlarni ham to'ldiramiz. Bu yoqdan o'sha semizlik keltirib chiqargan kasalliklarni ham davolab ketamiz. Bu yoqdan dieta, parhez, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, uyqu, stress bilan ishlash ham ketaveradi. O'zi to'g'ri ovqatlanish to'g'risida aynan nimalar semirtaveradi? Hech qaysi produkt aynan semirtirmaydi. Masalan, siz kun bo'yi kartoshka yeng, qovurilgan, yomon-ku, masalan, zararli. Kaloriyasi o'sha vesingizga, bo'yingizga, yoshingizga chiqib kelgan kaloriyadan oshib ketmasa semirmaysiz. Kaloriyaga bog'liq. Lekin nima o'zgaradi organizmingizda? Siz kartoshkadan faqat anaqa ola olmaysiz. U faqat uglevodda, kraxmal. Siz undan oqsil ola olmaysiz, mushaklaringiz kamayadi. O'zingizni kuchli his qilmaysiz, chunki u hamma energiya bilan siz ta'minlay olmaydi. Balans yo'q. Ratsioningizda mikroelementlar, vitaminlar yetishmovchilik kelib chiqadi. Semirmaysiz, lekin o'zingizni yomon his qilasiz. Siz o'sha kaloriyangizni, defitsit kaloriyani misol uchun siz ozmoqchi bo'lsangiz 1500 yeyishingiz kerak bo'lsa, ozishingiz uchun 1500 shunday tashkil qilishingiz kerakki, u sizga to'qlik hissini berish kerak. Kun bo'yi och bo'lmasligingiz kerak-da, chunki och bo'lsangiz baribir sirf qilasiz. Sirf degani bir dietani buzish degan. To'qlik hissini bergandan keyin sizga energiya berish kerak. O'sha kun bo'yi masalan 10 ta ishga bugun plan qilgan bo'lsangiz, ertalabdan turib 10 ta ishingizni 10 bahoga qilishga yetish kerak. 5 ta ishingizni qilib 5 tasiga kuchingiz yetmasa, demak o'sha ovqatingiz sizga energiya bermayapti. Demak, xatolik bor, qayerdadir kletchatka kam yoki ichidagi anaqa rang-baranglik kam.
И murakkab uglevod bu sizga energiya berib turadigan narsa. Oqsil ko'proq mushak beradi bizga. Mana shu balansni yo'qotmasdan ratsion tuzilsa, bizada o'zimizni yaxshi his qilishimiz oshadi, ochlik hissi bo'lmaydi. Lekin biz qanaqa ovqatlanamiz? Ertalab turamiz, zavtr qilmaymiz, ishxonada yeyman-ku deb, yo'ldan bitta trevatni olamiz. Yoki erkaklar anaqa oladi, energetika olasalar. Chunki kecha uxlamagansizlar. U energiya nol, lekin pul topish kerak, ish qilish kerak. O'sha ish qilishingiz uchun ham sizga energiya kerak. Ishxonaga kelgan paytingizda kimdir nimadir yeb o'tirgan bo'ladi. O'shanda bitta olasizlar, kireshkami, sushkami, umuman balans yo'q, foydasi yo'q. Bilasizlar foydasizligini, lekin hali boshlashga vaqt yo'q o'sha narsani. Uni qildinglar, baribir u to'qlik hissini bermaydi. Keyin obedda ham yesanglar deylar, yemasanglar mayli, keyin ujinga borasizlar, hammasini bittada chiqarib olasizlar. Hozirgi zamonaviy odam shunaqa ovqatlanyapti. Shunaqa. Biz ham shunaqa ovqatlanganmiz. Men o'zim birinchi dietologiyani o'rganganimda, bo'ldi, hamma bilimni oldim-ku, endi boshlasam bo'ladi deb birinchi kun boshlaganimda obedgacha hammasini to'g'ri qilganman. Endi ayollarning erkaklardan farqi, ayollarni emotsiya boshqaradi. Kun 3 ta bolani tinchlantirib, anaqa bo'lguncha kech bo'lganda o'sha menga dieta ham kerak emas, men shu pirojnoy yeyishim shart deganman-da, o'tirib yeganman. Keyin o'ylaganmanki, demak bu ozishni, odamlar ozirishi boshqa siri bo'lsa kerak. Bu to'g'ri, defitsit kaloriya, balansirованное питание to'g'ri ekan, lekin boshqa yo'l bo'lishi kerak deb, keyin yana izlanganman o'sha dietologiyani chuqurroq o'rganish uchun, nimadirga bog'liqligini tushunish uchun. Birinchi odat ekan. Bizda shu odat borki, aqlimiz bilan tushunsak ham o'sha narsa nosog'lomligini, lekin odatga o'rganganimiz uchun, o'sha narsaga зависимость paydo bo'lgani uchun biz shap bitib ertasi kundan sog'lom ovqatlanib keta olmas ekanmiz. Bo'lmasa o'sha vrachlarimiz o'zi ham ko'p ko'raman, o'zlari bilishadi o'sha narsani zararligi. Men ham bilaman, lekin o'shani yeyveramiz. Nega? Chunki bizda o'sha odat bo'lib qolganda o'sha narsa, зависимость bor o'sha narsaga nisbatan. Ozg'on odam bilan, vrach odam bilan, ortiqcha vazni bor odam bitta farqi bor. Ortiqcha, masalan, men o'shanda o'zimga fikr keldi-ku, o'sha dietologiyani demak qaysidir chasti bor ekan, men bilmaydigan degan narsa menga kelgan bo'lsa, oddiy ayolda, vrachlikni bilmagan ayolda o'zini ayblash boshlanadi. Men shuni yeb qo'ydim, значит, men anaqaman, ozolmayman degan fikr keladi. Uni samatsankasi yana tushadi ayollar qizida. U yana ham anaqa stressga tushib, battar yeb qo'yadi, battar energiyasiz bo'lib qoladi, yana vazni ortib ketaveradi. Keyin shu darajada keladi, o'tgan kuni 120 kilolik bemor keldi. Borgan dietolog bir mahal ovqatlanishga o'tkazgan. Endi bir mahal ovqatlanish siz qanaqa yedingiz desam aytadiki, shunday majbur bo'ldim dedi. O'sha endi shunaqa miyasiga o'tirgan qizni men hech qanaqasiga ozolmayman, shuni aytganini qilmasam degan holatga kelganda, endi u izdevательствоda odam o'zini ustida. Chunki bir mahalga hech kim ko'nish kerak emas-da. Ozish kerak inson, sog'lom, o'ziga nima deydi, kunlik ishini qilib turib ozish kerak-da. Energiyasiz bo'lib ozmasligi kerak. Yetish kerak-da, kunlik energiyasi o'sha ozishiga ham yetish kerak, sog'lom ovqatlanishga ham yetish kerak, boshqa qiladigan ishlari ham ko'p-ku, ularga ham vaqt qolish kerak-da. Xulosa qilgan narsam, sog'liqni saqlash uchun, sog'liqni, inson o'zini sog'lom o'ylash uchun uyqu, to'g'ri ovqatlanish va sport degan, to'g'rimi? Shunaqa. Bizdan ko'p turgan tomoshabinlarga oxirgi tilingizni aytib o'tsangiz, keyin yakunlaymiz. Ayniqsa ko'p ayollarda faqat semizlik bilan muammo bor. Ko'p kelishganda eng aytmoqchi bo'lgan narsam, har doim aytolmayman, ozishda eng ko'p sizlarga kerak bo'ladigan narsa ovqatlanish odatini shakllantirish. Misol uchun, agar ovqatlanish odati shakllangan odamda biz gormonal muammo bilan ishlasak oson bo'ladi. Lekin sizda ovqatlanish odati yo'q, sog'lom ovqatlanmaysiz, uyqungiz dabdala, 10 qadam yurmaysiz, lekin ham vrachdan ozish uchun maslahat olmoqchisiz, dorini yozdirib ketmoqchisiz. Siz ketasizda, o'sha ovqatlanish odati bilan ishlashga vaqtingiz bo'lmaydi. Faqat dorini ichasizda, ma'lum vaqt vazn tashlaysizda, o'ylaysizki, bo'ldi, dorilar endi ta'sir qilmayapti, endi boshqa narsani ko'rishim kerak ekan deb qulog'ingizni boshqa reklamni anaqalarga ochib qo'yasiz. Mana shu narsa ustida ishlang. Avvalo siz uyqungizni, ovqatlanish tartibingizni bitta kundalik tutib yozib boring. Qani nimalar yeyapsiz, og'zingizga nimalar kiryapti, nimalar kirmayapti. Shunda o'zi bilinadi siz qanaqa ovqatlanayotganingiz. Va shunda bizga eng ko'p beradigan savollar, men hech narsa yemayman-ku, lekin semiraman degan gaplarni aytmaysizlar. Chunki yozgandagina inson biladi nima yeyotganini. Chunki odam o'zi tan olmaydi noto'g'ri ovqatlanayotganida. Uni faqat chetdan turgan odam kuzata oladi. Patsientlar kelganda men ko'proq o'zidan emas, yondagisidan so'rashga harakat qilaman. Ikkalasi har doim ikki xil chiqadi. Hech qachon bir xil chiqmaydi. Shu narsani siz
bazaviy minimum qilib kelsangiz, bizlarning sizga beradigan yordamimiz juda ham oson bo'ladi. Masalan, 1 yilda 1000 ta kasal ko'rgan bo'lsam, ozish bo'yicha konsultatsiya qilgan bo'lsam, faqat bittasi isbotladi menga vaznni qotib qolganini, gormonal muammodanligini. Tushunyapsizmi? Qolgan hammaniki ovqatlanishdan. U ayol chunki haqiqatan kundaligi bor ekan, o'zini uyida tarozisi bor, ovqatga alohida, o'zini har kuni o'lchaydi. Endi har kuni o'lchash to'g'ri demayman. Haqiqatan sportga trener bilan boradi, trener bilan shug'ullanadi, o'zi emas, просто tak bordi, yarim soat qildi, keyin uyga ketdi emasda. Haqiqatan ishlaydi, defitsit kaloriyada isbotlab beryapti, uyqusi joyidaligini isbotlab beryapti, vazni 6 oydan beri to'xtab qolganini isbotlab berdi. Keyin men uni yubordim haqiqiy analizlarga, полный chekapga. Hali kelgani yo'q, просто для anaqa aytibman. Informatsiyada. Buni olayapmiz. Mana shu narsaga e'tibor qilsanglar, juda ham ko'p savolga javob topasizlar o'zingizlardan. Vrachga kelishinglardan oldin. Rahmat kattakon, ajratgan vaqtingiz uchun. Rahmat. Juda xursand bo'ldim. Juda kerakli va juda qiziqarli ma'lumotlar bo'ldi. Xudo xolasa Instagramni kuzatib boringlar. Mana yaxshi videolarni joylab boramiz.